Yangi O'zbekistonda haqiqiy ishbilarmonlik muhiti shakllandi. Tadbirkorlar iqtisodiyotimiz lokomotiviga, zamonamiz qahramonlariga aylandilar. Ta'kidlash joizki, prezidentimizning ushbu sohaga bo'lgan yuksak e'tibori natijasida yurtimizda tadbirkor bo'laman degan fuqarolar soni yildan yilga ko'payib borayotir. Ayniqsa, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, xotin-qizlarning bandligini ta'minlash muhim masalalardan biri bo'lib turibdi. Buni birgina Toshloq tumani misolida ko'rish mumkin. Ayollarni bandligini ta'minlash, ayollarni kasb hunariga o'qitish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, shu tadbirkorlikka jalb qilish yo'li bilan rasmiy bandligini ta'minlash bugungi kunda endi har bittamizni kun tartibimizdagi birinchi masala. Chunki bu davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mana xabarlarim bor, yaqinda prezidentimiz kasaba uyushmalarini bir yig'ilishini qilishdi. Shu yig'ilishda ham juda ham ayniqsa ayollarimizni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlarini, ularni aytaylik, ularga ish joylari yaratish, ularni mehnat sharoitlarini yaratish, ularning huquqlarini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash bo'yicha ayollarga berilayotgan o'sha imkoniyatlarda, ayniqsa shu kasaba uyushmalariga ham juda katta topshiriq berildi. Yana shu ayollar daftarini davom ettirib, ayollarimizni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda davom ettiramiz dedi. 10 yil oldingi Toshloq tumani emas bugun. Chunki 50 dan ortiq mahallasi bo'lsa, qaysi mahallaga borsangiz, biror joy yo'qki, hatto bir tadbirkorlik yoki bo'lmasa hunarmandlarimiz yoki bo'lmasa tomorqachilarimiz yoki bo'lmasa shu tadbirkorlarimiz o'zlarini tashabbuslari bilan iqtidoridan kelib chiqib, o'zlarining moyilligidan kelib chiqib, o'sha tadbirkorlik faoliyatini ko'rsatmayotgan bo'lsa, hamma joyda, ayniqsa bu Marg'ilon, Toshloq, aytaylik, bularda ko'proq o'sha trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, hunarmandchilik, milliy hunarmandchiligimiz, kasanachiligimiz, ayollarimiz juda ko'plari, aytaylik, chivarlarimiz ko'p battar. Bugun har bir mahallada o'nlab ayol tadbirkorlar faoliyati bilan tanishish mumkin. Ular yurtimizdagi o'zgarishlarni, yangilanishlarni sezib, his qilib yashamoqdalar. Toshloq tumanida ham xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish borasida belgilangan dasturlar asosida ish olib borilyapti. Toshloq tumani 2025-yilda ayollar daftariga 5755 nafar ayollar olingan va ulardan 5420 nafari bandligini ta'minlash bo'yicha birinchi toifaga qo'yilgan. 5420 nafar ayoldan 390 nafari o'zini o'zi band qilgan. Hozirgi kunda ularning ichidan 800 nafari tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun o'qitilgan va bandligi ta'minlangan. 120 nafari doimiy ishga joylashtirilgan. 700 nafari pillaga band qilingan. Ayolda bandligi ta'minlangan bo'lsa, oilaga daromad kiradi. Farzandiga, oilasiga, o'zini byudjetiga sarflab qo'shimcha pul bo'ladi va bandligi ta'minlangan ayolda doimiy ish bilan band qilish nazoratida jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha, oilada tinchlik olib borish uchun choralar ko'rinadi. Xatlovning yakuni bo'yicha ayollarning xohish-istaklari alohida nazoratga olingan. Undan tashqari Sayxunobod tajribasi bo'yicha 7 ta yo'nalish bo'yicha va har bitta mahallani o'zini drayveriga asosan ish olib borilgan. Piyozchilik mahallasida kasbchilik drayveri. Aynan piyozchilik mahallasida kasbchilik drayverda hozirgi kunda 450 nafar ayollar kasanachilik sifatida, demak, qaysidir joyini olib, detalini olib, o'shani ishini olib borilyapti. Qolgan mahallamizda mana sud qayta ishlash tadbirkorlik faoliyatimiz bor. Unga ayollar band bo'lib ish faoliyatini olib borilyapti. Undan tashqari, demak, tuman miqyosida 400 ta ayol tadbirkorlik faoliyatini
olib borgan bo'lsa, ulardan lider ayollar ajratilib, har bitta tadbirkor liderga, demak, qo'shimcha kichik tadbirkorlar biriktirilgan va ular bilan hamkorlikda ish olib borib, kasanachilikda ham, tadbirkorlikda ham yirik tadbirkorga aylanish choralari ko'rilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish oson ish emas. Bu tinimsiz mehnat, izlanish va harakatni talab qiladi. Toshloq tumanidagi trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonada 216 nafarga yaqin xotin-qizlar faoliyat ko'rsatadilar. Ular uchun bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Farzandimni ham 1 yoshligida kelganman. Bog'cha sharoitlari ham bor, bog'chalarga olib kiraman. Menga o'xshagan yosh kelinlar ham bu yerda ko'plab ishlaydi. Ishxonamizda ish imtiyozlari juda ham kengaydi. To'liq ishlaganlarga rag'batlantirishlar bor. Bundan tashqari bog'chani 50% to'lovini ham to'lab berishyapti ishxonamizda. Ishxonamizda asosan erkaklar va ayollar futbolkalari, yosh bolalar ko'ynakchalari, qishki va yozgi kiyimlarini tikamiz. Bizning ishxonamizda yuqori darajada sifatli kiyimlar tikamiz, faqat eksportga ish qilamiz. Daftarda turadigan ayollarimiz ham kelib ishlashyapti, oilalariga o'z hissalarini qo'shishyapti. Ilk bor kelganimda bu yerda men chevarli lavozimida ishlardim. 2 oy harakat qilib, bu yerdagi ustozlarimdan ko'nikmalarim olib, masterlik lavozimiga chiqdim. Xudo xolasa bundan keyin yana malakalarimni oshirib, o'zim ham shunaqangi tikuv sexlarini ochish niyatim bor. Shunaqangi sexlar ochilgani biz ayollar uchun juda katta imkoniyat bo'ldi. Bunaqangi ishlarda ishlab, dam olish kunlari, hattoki dam olishlarga boryapmiz. O'zimiz uchun ham vaqt ajratyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizga katta rahmat. Tadbirkorlikka keng ko'lamda e'tibor qaratilgani, ishbilarmonlik tashabbuslari to'liq qo'llab-quvvatlangani sabab korxona yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Barcha mahsulotlar to'liq xorijga eksport qilinadi. Biz mana shu korxonaga kirganimizga mana 5-6 yil bo'lib qoldi. Oilamizga yordamimiz tegyapti. To'ylar qilyapmiz. Yo'l kiralarimiz bepul, ovqatlarimiz bepul, oyliklarimiz yaxshi. Bir kunda o'sha modeliga qarab chiqaramiz. Bitta modelni bir kunda chiqarib olishimiz mumkin dazmol bo'limidan. 1,5 mingta, 2 mingtagacha ish chiqaramiz. Boshliqlarimizga, qizlarga havas qilaman. Kelajakda o'zim ham niyatim bor, kelinim chevar. Shu kelinim ham shu qizlar qatoriga qo'shishni xohlayman. Alloh nasib qilsa, mana tadbirkor qilish niyatim bor. Kelinaman. Yurtimizda tadbirkorlar tomonidan yaratilayotgan har bir ish o'rni, qad ko'tarayotgan har bir korxona, eksport bo'layotgan har bir mahsulot kichik biznes subyektlarining tashabbus va izlanishlarining mahsulidir. Korxonamiz Toshloq tumani Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bo'lib, to'liq tikuvchilikka ixtisoslashgan. Hozirgi kunda 216 nafar xotin-qizlar faoliyat olib boradi. Shundan 26 nafari ijtimoiy himoya reyestri hamda kambag'al oilalar sifatida yoki nogironi bor oilalar ayollari faoliyat yuritadi. Korxona mahalliy xom ashyodan mahsulot ishlab chiqaradi. Kunlik 3-3,5 ming dona, oylik 9-10 ming donagacha mahsulot ishlab chiqaramiz. O'rtacha ish haqimiz 1,5-4 millionni tashkil etadi. Hozirgi kunda korxonamizda bir nechta imtiyozlar bor. Agar xodim 1 yildan ortiq ishlagan bo'lsa, uni ish haqi 5-10% ga ish haqi qancha bo'lishidan qat'iy nazar qo'shimcha rag'batlantirish beriladi. Agar xodim 1 oy davomida uzluksiz ishga kelgan hamda hech qanday ish soatlarini qoldirmagan bo'lsa, ish haqiga qo'shimcha 10%. Bundan tashqari to'lanadigan ijtimoiy soliqlarni barchasi korxona o'z hisobidan to'laydi.
Korxonada mahsulotlar xavfsizligi va sifatini ta'minlash hamda uni baholashga ham alohida e'tibor qaratiladi. Ishga qabul qilish jarayonida faqat suhbat asosida xodimlarni qabul qilamiz. Juda ko'p korxonalarda kuzatganmiz, faqat malakali xodimlar talab etiladi. Lekin bizni korxonamizda ustoz